Shu 3 turdagi xodimni ishdan bo'shatmasangiz, korxonangizni ichkaridan yemiradi. Birinchisi, hamma narsadan norozi bo'ladigan xodim. U norozilik shu darajada bildiradiki, har joyda noroziliklar uchqunlari paydo bo'lishni boshlaydi. Va bu uchqunlar bir kun kelib katta alanga olishi va butun jamoa sizga va biznesingizga qarshi chiqishiga olib keladi. Ikkinchi, xiyonatkor qarindosh. Xiyonatni o'zi yomon, lekin uni qarindosh amalga oshiradigan bo'lsa va siz uni bila turib, endi qarindoshim-ku deb turib uni ishdan bo'shatmayotgan bo'lsangiz, bu oxir-oqibat juda yomon oqibatlarga olib keladi. Ham qarindoshchilik aloqalaridan uzilishingizga, ham korxonani boy berishingizga va qarindosh raqobatchini o'zingiz o'stirishingizga olib keladi. Uchinchisi, korxonani juda ko'p sirlarini biladigan, qadriyati korxonaga zid bo'lgan xodim. Ya'ni u savdoni biladi, moliyani biladi, sotishni biladi, ta'minotni biladi, ishlab chiqarishni biladi, lekin shu bilan birgalikda uni qadriyatlari korxonaga zid, korxonaga to'g'ri kelmaydi va korxonani ichkaridan buzishga olib keladi. Sirlarni bilgani sababdan biznes egasiga xavf soladi, biznes egasini parokanda qilishiga olib keladi va alohida korxona ochib, raqobatchiga aylanishga olib kelishi mumkin. Mana shu 3 ta kadrdan ehtiyot bo'ling va biznesingizni saqlab qoling. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, qarindoshlarni ishlatadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.